Denov shahar markazida, Sharq City orqasida Denov arig'i bo'yida joylashgan 4 sotikli hovli uy-joy srochniy zudlik bilan sotiladi. Uyda kirish qismida mana bu hovli qismi joylashgan. Mana ko'rib turganingizdek, kirgandan mehmonxona, bu yerda yana 3 ta xonasi bor, naryoqda xona, bu yerda oshxonalar. Hojatxona va hammom, dush bu tomonda joylashgan. Suv, gaz, sveti bor. Hovli xisham. Hozir xonadonda xonalarning ichi bilan sizlarga ko'rsataman. Burada kirganda birinchi xonamiz, mana mehmonxona. Bu yerda ko'rganingizdek katta, keng ishxona. Ichkarida narigi uyga o'tadigan eshigi bor, alohida. Xonadan tushib kelganimizda mana bu podval qismi. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek barcha sharoitlari bor. 3 ta xonadan iborat. Oshxona yoki omborxona, sklad o'rnida bemalol ishlatsa bo'ladi. Xonalar ham kengish. Baland bo'yidan qilib joylashgan. Xonadan chiqqanimizda uni yonidagi ikkinchi xonamiz. Bu yer ham xonasi kengish va uni oldida ham narigi xonaga o'tadigan alohida yana bir eshigimiz bor. Bu yer ham alohida xona. Uylar ichma-ich qurilgan. Mana bu keyingi xonamiz. Tashqari qismida ham bor, ichkaridan ham o'tib ketsa bo'ladi. Xon zamonaviy uslubda qilib qurilgan. Tepa qismdan chiqib kelganimizda bu tomonga yursak, ko'rib turganingizdek mana bu yerda ham alohida yana bo'sh joy bor. Bu oshxona qismi. Oshxonamiz ham kengish. Ko'rib turganingizdek ixcham qilib qurilgan. Xonadon 2018-yil qurib bitkazilgan, pishig'ishdan. Narxini kelishib oxirgi qo'yishgani $140,000 deyishyapti. Agar oluvchi bo'lsa, arzon qilib telefon orqali yana gaplashiladi.